Agar tadbirkor bo'lsangiz, videoni oxirigacha ko'ring, chunki qanaqa qilib to'g'ri KPI qo'yishni birinchi qadamini ko'rsatib beraman. Ko'p holatlarda KPI qo'ydim deydi, ya'ni umuman bonus tizimi qo'yganda nima deydi? Men deydi, savdodan beraman deydi. Ko'p bilamiz, savdodan bersak noto'g'ri bo'lib qoladi, chunki bizga savdo qilganimizdan keyin o'shancha pul kirmasligi mumkin. Lekin ba'zilar sal aqlliroq bo'ladi va ular aytadiki, men deydi, kirgan puldan beraman deydi. Aslida bu yo'l ham xatoligini ko'rsatib beraman. Qanaqa qilib? Birinchi oyda siz aytadigan bo'lsak 100 millionlik savdo qildingiz. Savdo bu kelishuv va shuncha tovaringiz chiqib ketdi, 100 millionlik chiqib ketdi, lekin sizga pul kirib kelyapti 90 million so'm va sizda farq qolyapti 10 million so'm. Endi xuddi shunaqa ikkinchi oyda davom etamiz. Xodimingiz zo'r ekan dedi va ishlashni boshladi-da, nima qildi? 150 millionlik savdo qildi, shuncha tovar chiqib ketdi sizdan, lekin 120 million nima qildi? Pul kirim qildi. Va sizda 120 million bo'lsa, bu joydagi farq 30 million va o'tgan oydagi 10 million bilan qo'shsa 40 million bo'lyapti. Lekin xodimingiz sizda mana bu son uchun bonus olyapti-da, chiqib ketyapti. Va tushundiki, men dedi kirayotgan summadan bonus olar ekanman dedi, bu narsani ko'paytirishga harakat qiladi. 230 million so'mlik 3-oyda savdo qildi va 230 million so'mlik tovarlarni berib yubordi. 180 million pul kirdi. Lekin buni orasidagi farq bu yerda 50 million, undan oldingi oylardagi 40 million bilan umumiy 90 million bo'ldi. Va bu ko'ryapsizki, borgan sari tepaga qarab o'sib ketyapti. Bu nima degani? Siz agar kirayotgan summadan qo'yayotgan bo'lsangiz, juda ham xato emas, lekin umumiy holatda xato, chunki baribir sizda qarzdorlik oshib boryapti. Qanaqa qilib to'g'ri qilsa bo'lardi desa, siz bu oraliqqa qo'yasiz. Ya'ni siz shu kirib kelayotgan summani necha foizi kirib kelyapti? Bu joyda 90% kirib kelyapti. Bu joyda yana qanaqadir foiz kirib kelyapti. Bu joyda bo'lishi mumkin, yana qanchadir foiz kirib kelyapti. Qanaqa qilib qo'yamiz desa, agarki 100% bo'lsa, men kelishilgan summani beraman. Agar 100% dan kamayib ketadigan bo'lsa, xodimni bonusiga ham keskin ta'sir qilish kerak. Bu kichkinagina qismi. Agar bunaqa ma'lumotlar sizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, meni profilimga obuna bo'lib qo'ying. Ko'p videolarni hali chiqaramiz.